Akalar o'zlaringdan zo'r yasamanglar. Kimni aldayapsiz, akalar? Kimni aldayapsiz, to'g'risi? Kimni aldamoqchi bo'lyapsiz? Bilasizmi haqiqat nimada? Siz o'zingizdan kuchsiz bo'lganlarga katta ketishni bilasiz xolos. Lekin birorta mansabdor, puli ko'p, sizdan ko'ra kuchliroq bo'lgan odam kelib qolsa bormi? Siz mushukdan sichqon qochganidek qochib ketasiz, tarqalib ketasiz. O'shacha katta ketadiganlar. Alloh bilan qasam, siz shularning oldida o'zingizni shunday tutasiz va qochasiz. Undan ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lida yuring. Siz kim bilansiz o'zi? Kim tomondasiz? Qiyomat kuni bu kunga yengil qarab bo'lmaydi. Bu kun haqida nima deyilyapti? Qiyomat kuni afsus va nadomatlar kuni deyilyapti.